Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz polniy elektromontajlarini qilib beramiz. Под ключ, даже televizorlarni shunda devorga osib beramiz. Ketdi, endi ko'ramiz. Xo'p, bo'lgan ishlardan bu juda ko'p ishlar bo'lgan. Bu yerda birinchi o'chir elektromobil shitlari noto'g'ri yig'ilgan. Biz bu yerga chiroqlarni qo'ydik, maxsus avtomatlari, maxsus zashitalari hammasini yig'ib berdik. Hozirgi payt tayyor elektromobilga elektr shit. Undan oldingi shit yig'ilganda va shu hamma narsasi noto'g'ri yig'ilgan. Bu yoq tomonida ko'rsanglar, akkuratni installation qilgan. Bu yoqda biz, значит, bittalik ключатель bo'lganda, buni ikkitaligiga o'zgartirish kirgizib qilib berdik. Simlari bor ekan, o'sha simlarni hammasini uladik. Tak, vычishga alohida qo'yib berdik. Alohida RGB podsvetkasi bo'ladi. Ulanadi, kizigimali. Ichida chiroq ham, podsvetka ham alohida o'chib yonadi. O'shalarni hozir qilamiz. Undan oldin yo'q edi o'shada. Endi ichkariga uyga kiramiz. Hop, bu yerda elektr shitimiz butunlay yig'ildi, nollar hammasi. Undan oldingi elektr shitni umuman noto'g'ri yig'ishgan, avtomatlari noto'g'ri bo'lgan, relay напряжение bor, hammasi noto'g'ri ulangan. Biz olib tashlab, boshqatdan elektr shit zakaz qilib, hamma narsani yig'ib berdik. Endi hozir yuringlar bu yoq tomonga. Eng katta ishlardan bo'lgan bo'ldi. Podsvetka. Podsvetka bizda sensorli bo'lgan. Hammasi o'chadi, sensorda yonadi. Agar ushlab tursa, o'zi xira-shira bo'ladi. Svet yorug'ligi. Qo'lda shunday mana o'chirib yoqsa bo'ladi. Keyingi yana fishkasi bitta ochsanglar, svet yonadi. Agar ikkinchisidan mana bunda ochilsa, bu tomoni alohida ham yonadi. Bitta qilinadi. Tasavvurlaysiz, bu yoq ochildi. Endi bu yoqni ochamiz. Yonib turibdi, sensorlari qo'yildi, blok pitanyalari hammasi qo'yildi. Bitta bloklar hammasi xuddi shunaqa bor. Keyingi etapimiz televizor qo'yamiz bu yoqda. Hozir televizor ustanovkasi ketyapti. 43 talik televizor o'sha o'rnatamiz. Yana keyingi ishlari bor. Rozetkalari ishlamagan, o'sha rozetkalar ham noto'g'ri simli ulangan, prosta qurib turgan ekan. Biz o'shalarni bartaraf qilib, hammasini yechib qo'yib berdik. Butun xonadonni shunaqa ishlarni qilib berdik. Undan keyin 85 talik televizor Artel, uni biz o'zimiz o'rnatib berdik. Kronshtaynlarni qo'ydik hammasi. Ularni internetga podключение qilib, o'zini hamma ID parollarini terib, botdan qilib berdik ishlarni. Hozirgi paytda ishlar turibdi. Keyingi ishimiz biz qo'yamiz bu yoqda lestvica. Har bitta mana bu lestvica narvani yonadi, sveti alohida. Boshini hozir boshimiz ketdi. Ketgandan keyin o'sha sensori, hamda sensori bor. Hozir bolalar video o'chirib qo'yishgan. O'chirib qo'ydilar pastdan. Mana yoqishdi, mana yoqildi. Mana ketdi. Ketdi. Hamma narsa svetlari yonyapti. Mana deshot chekroq ochib turgan. Hop, bu yoqda bizda elektr shitimiz yig'ildi. Elektr shit bu yerda ikkita qismasiga qo'yilgan bloklari, blok питания, relay напряжение, avtomat. Hammasi avtomatda yig'ilgan, chiroqli qo'yilgan. O'shalarni biz qilib berdik, zina sistemasini yoqib berdik. Keyingisi Wi-Fi sistemasi hammasi turgan. O'tda значит DMV, shunga o'xshash narsalari bor, poyez switchi turgandi. Uni biz olib tashlab, nega olib tashlaganda savol berishingiz mumkin. Buni ichiga hamma narsani shunday taxlab tashlagan. Hech narsani qotirmasdan turib, shunday taxlab tashlagan, bardak bo'lgan. Hech narsa qotirilmagan. Hozirgi payt biz o'zimiz sborga qilib berdik bundan. Hozir mana sborga jarayoni ketyapti. Qamoq ochib tur. Sborka jarayonida mana DMV записывающее устройство. Bu mana mochniy qotgan. O'ynab turayotgan joyi yo'q. O'zining avtomatlari, relay напряжение и mana ko'rsa akkuratniy hammasi bityapti. Первый korpuslada hozirgi payt proses ishlarimiz ketyapti. Barcha shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bilasizlar, Dior Elektrik, надежный elektrik sizlarni murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar.